Assalomu alaykum amaki. Alaykum Xush assalom. ko'rdik sanatoriyamizda. Qayerdan keldingiz? Toshkent viloyati Parkent tumanidan keldim. Juda yaxshi. Necha kun bo'ldi? Bugun 5-kuni. Aha. Qalay, lechinar yoqyaptimi? Bu yerda lechinlari yaxshi ekan hammasi. Nechinchi marta kelishingiz? Bu yerga 5-mi, 4-chi yo 4-chi yo 5-chi kelib kelaman bu yerga. Nima uchun bizni sanatoriyamizni tanlaysiz? Bu yerda mana shu oldingi gapirgan suvlari, ma'lumga tushaman Asalli asalli bochka. bochkaga. Aha. Ana shu botlar borda, tuzlar bor. Shularni eritib, Shikoyatlaringiz, tuzlar bor, oyoq og'riqlar ham bo'ladimi? ana shu oyog'im, belim og'riydi. Mhm. Shular kelganimdan keyin mana shu kelib ketsam 1 yil yaxshi yengil yuraman-da, yaxshi. Mhm. 1 yilgacha sog'lom, yaxshi yurasiz. Foydasi bo'ladi. Ha. Xo'p, dori-darmonlar bo'yicha muolaja qilamiz. Biz xabaringiz bor. Dori darmon bo'yicha doktorlar yozib bergan lechinani oldim, qonim quyilib ketgan ekan. Aha. Hozir yaxshi, davleniyam tushib, qonim ham suyulib qoldi. 5 kun ichida. Foydasi bo'ldi. Ha. Ovqatlarimiz Ovqatlaringiz yaxshi hammasi. Men ertalab davtira qilamiz. Och qolmaymiz kunman. O'sha yetyapti-da bemalol. juda yaxshi. Toshkentliklarga tavsiya qilishga arziydimi? Arziydi, toshkentliklar ko'p kelar ekan bu yerga. Ko'p keladi. Qishda parkentliklar ko'p keladi bu yerga. Albatta. Parkentda, Parkent. Parkent bilsangiz, Aha, bilamiz. shu Parkentdan ko'p keladi.